Kommentariylarda ko'rib, vobshe hayron qoldim. Nimani ko'rish mumkin bu videoda? Bitta zo'ravon ikkinchi zo'ravonga zo'ravonlik qilgani uchun ikkinchi zo'ravon birinchi zo'ravonni kaltakladi. Kommentariyadagi izohlarda ko'radigan bo'lsak, 15 yil berish kerak, 20 yil berish kerak. Odamlar, nima bo'lyapti sizlarga? Konstitutsiyamizda hamma jinsiga qaramasdan ham teng degan joyi bor. Mana bu videoda hozir ayol erkakka nisbatan haqorat qildimi, nima gap qildi kelib zo'ravonlik qilayotganini hamma ko'rish mumkin. Tasavvur qilib ko'ring, erkak ayolga shunday qilib zo'ravonlik qilib haqorat qiladigan bo'lsa, ayol erkakni urib tashlaydigan bo'lsa, sizlar qana kommentariy yozardilaring? Necha yil so'rardilaring? Endi maktabning ichida nima bo'lgan hali aniq emas. O'zi aytilishicha erkak ichkarida yana bitta bolani urgan ekanmish. Qani dalil bormi? O'zi aslida shunaqa dalilsiz gaplarni tarqatadigan ommaviy axborot xizmatlarini sudga berib qamash kerak ularni, katta shtraf qilish kerak ularni. Hali hech qanaqa dalilsiz narsalarni ommaga oshkor qilishyapti, dalil yo'q. Endi mana bu holatlarni sizlarga bir eslatib qo'yay. Eri bilan qaynonasini o'ldirib, ularni go'shidan mantiq qilgan odamga sizlar 12 yil berasizlar. Unda 12 yil adolatli sizlar uchun. Yoki yangi tug'ilgan chaqaloqni, soppa-sog' chaqaloqni olib axlatga tashlab yuborgan onalarga 3 yil berasizlar. Ikkita zo'ravon urushib oladigan bo'lsa, bitta zo'ravonda jinsi erkak bo'lib, ikkinchi zo'ravonda jinsi ayol bo'ladigan bo'lsa, erkakka 15 yil so'rayapsizlar. Sizlar aqldan ozganmisizlar?